Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Maşonroy atalmış Cumhur Milleti Ortak Gavdesi ibarasini qayta ta'kidladi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Maşonroy 17 fevral Bigur nahiyesi Korli shahri va Diviziya rayoniga berib, atalmış Cumhur Milleti Ortak Gavdesi qurilishini olg'a siljitishga kuchash kerakligi haqida jar solgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Maşonroy mazkur tekshirish jarayonida Sharq Turkiston vaziyatining davomli ching'itilganligiga ishorat qilib, Cumhur madaniyatining o'rtoqligini har qaysi millatlar aralashish, almashtirish, uyg'urlashdan iborat tarixiy paketni namoyon qiladigan unumlik vositaga aylantirish kerak deb bildirgan. Maşonroy yana Bigur nahiyasiga joylashgan Xitoy neft ximiya sanoati guruhi G'arbiy Shimol neftligi sho'ba shirkatini tekshirgan bo'lib, o'xshashli har millat ommasining aralashish, almashtirish, uyg'urlashini har taraflama ilgari surish qatorliq terror siyosati iboralarini takrorlagan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi mezgillarda ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizish jarayonida atalmish millatning aralashishi, uyg'urlashi nomida xitoylashtirish siyosati ijro qilmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli xalqaro jamiyatning ayblishi va jazolashiga uchragan bo'lsa-mu, biroq jinoyatlarini izchil davomlashtirib kelayotganligini, o'z jinoyatlarini inkor qilish bilan birga har xil rezil vositalar, bahonalar orqali yo'lliq ko'rsatishga xalqaro jamiyatni aldashga tirishayotganligini bildirishmoqda. Amerika Xitoydagi xodimlarini 10% qisqartirishni planladi. Amerika hukumati Xitoyda tashqi ishlar xizmatini qilayotgan xodimlarini 10% qisqartirishni planlagan. Janubiy Xitoy Sahar gazetining 20 fevral xabar qilishicha, Amerika Xitoydagi diplomatiya xodimlarini 10% ga yaqin qisqartiradigan bo'lib, bu Beijingdagi elchixona hamda Guangzhou, Shanxay, Shenyang, Wuhan va Hong Kongdagi konsulxonalarga ta'sir ko'rsatdi ekan. Muhim deb sifatlangan bu qitimliq xodim qisqartish 1979-yili Amerika Xitoy bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatgandan buyongi tunji qitimliq zo'r ko'lamda xodim qisqartish hisoblandi ekan. Qisqartishning ta'siriga uchragan xodimlar pat arada xizmatdan bo'shatish va oxirgi xizmat kuni to'g'risidagi uqtirishni topshirib oldi ekan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur xodim qisqartish plani Prezident Trampning Amerikaning tashqi siyosatini qayta shakllantirishni maqsad qilgan xizmatchilarni a'lolashtirish kun tartibi bilan mos qadamda bo'lgan. Xitoydagi chet el mablag'i davomli azaymoqda. Xitoydagi chet el mablag'i davomli azayotgan bo'lib, Xitoy yo'l qo'ygan chet el mablag'ini muqimlashtirish urinishlari unum bermasligi mumkin ekan. Amerika ovozining 20 fevral xabar qilishicha, Xitoydagi chet el kapitalining sirtqi eqishi tarixdagi eng yuqori saviyaga yetgan bo'lib, bu ahvol xalqaroning diqqatini qo'zg'agan. Garchi Xitoy chet el mablag'ini tutib qolish uchun atalmish chet el mablag'ini muqimlashtirish planini yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, biroq Amerika Xitoy savdo urushining kuchayishi, tijorat muhitining nacharlashishi va Xitoydagi bexatarlik tekshirishining qattiqlashishi qatorliq omillarning ta'sirida chet el mablag'ining Xitoyga qaytish mumkinchiligi yanada mujmal bo'lib qolgan. Xitoy chet el tashqi perevod boshqarish idorasining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, o'tgan yili 4-faslda Xitoyning chegara hal qilgan kapital iqimini xotirlaydigan kapital va moliya hisobidagi passiv balans 180 milliard Amerika dollaridan eshib ketgan bo'lib, butun yillik passiv balans 441 milliard Amerika dollaridan oshgan. Bu son chet el kapitalining Xitoydan eqib ketayotganligini ko'rsatib bergan. Bloomberg agentligining xabariga qaraganda 2024-yili Xitoydan sirtqa eqib ketgan chet el kapitali 168 milliard Amerika dollariga yetib, 1990-yildan buyongi xotirlangan eng yuqori saviyaga yetgan. Shuning bilan birga Xitoy shirkatlarining chet elga mablag' solish summasi 173 milliard dollarga yetgan bo'lib, bu ularning kapitalni chet elga yo'tkazishni tezlatganligini ko'rsatib beradi ekan. Xabarda tahlil qilinishicha, kapitalning chet elga eqish to'lqini Amerika Xitoy savdo urushi qayta boshlangandan keyin texmo ig'irlashishi mumkin ekan.
Yaponiya iqtisod kezining ko'rsatishicha, Xitoy iqtisodining o'sish sur'atining ostilishi Xitoyning josuslik harakatlari bahonasida ko'p qatim tekshirib birtaraf qilishi qatorliq sabablar tufaylidan Xitoy iqtisodi tez sur'atda chekingan. Ammo xabarda hisoblash usuli tafsiliy tushuntirilmagan. Bildirilishicha, Xitoy rejimi atalmish chet el mablag'ini muqimlashtirish planini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, buningdagi maqsadi chet el mablag'ining chekinishiga taqobil turish ekan. Xitoy rejimi o'tgan hafta doimiy yig'in ochib 2025 yillik chet el mablag'ini muqimlashtirish harakat planini ko'zdan kechirib tasdiqlagan. Ammo Xitoyning chet el mablag'ini muqimlashtirish urinishlari unum bermasligi mumkin ekan. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya Xitoy harbiy paraxotini kuzatmoqda. Avstraliya va Yangi Zelandiya armiyalari Avstraliyaga yaqinlashgan Xitoyning 3 harbiy paraxotini kuzatmoqda ekan. Amerika Birlashma xabar agentligining 20 fevral xabar qilishicha, Avstraliya va Yangi Zelandiya armiyalari Avstraliyaning sharqiy qirg'og'ini bo'ylab benormal holda janubga qarab ketayotgan Xitoyning 3 harbiy paraxotini nazorat qilgan. Avstraliya mudofaa ministri Richard Marles bu paraxotlarning Xinjiang qo'g'dug'ichi paraxoti va Sun'iy okean charlash paraxotini o'z ichiga oladiganligini aytgan. Bildirilishicha, Xitoy paraxotlarining Avstraliyaning egilik huquqiga tabi dengiz rayonida ekanligi jazmlashtirilgan. Marles bu ahvolning ko'rilib boqmagan ish emasligini, ammo haqiqatan benormal ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bu harakati Amerika harbiy qo'mondonining ziyorati bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan bo'lib, Xitoy dengiz armiya kuchini ko'z-ko'z qilmoqda deb qaralgan. Gerçi Avstraliya va Yangi Zelandiya bu ahvolni jiddiy ko'zlayotgan bo'lsa-mu, biroq texnicha Xitoydan bu qitimliq vazifa yoki kelgusidagi plan to'g'risida hech qanday uchur ololmagan. Amerika zaharli chekimlik guruhlarini terrorlik tashkiloti qatoriga kirgizdi. Amerika zaharli chekimlik savdosi qiladigan bir qism tashkilotlar va jinoyat guruhlarini xalqaro terrorlik tashkilotlari deb jakarladi. Al Jazeera kanalining 20 fevral xabar qilishicha, Amerika Latin Amerikasidagi 8 jinoyat va zaharli chekimlik guruhini faoliyatlari davlat bexatarligiga tahdid soladi degan andishi bilan xalqaro terrorlik tashkiloti qatoriga kirgizgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubioning bu qarori prezidentning huquqini kengaytirish, jumladan Meksikada harbiy harakat qilish mumkinchiligi to'g'risidagi andishalarni qo'zg'agan. Mutaxassislar bu guruhlarning asosligi foyda uchun ekanligini, ideya uchun emasligini ta'kidlab, bu atalg'oning ko'chmanlik masalasini terrorizm bilan aralashtirib qo'yish xavfidan ogohlantirgan. Tanqidchilar bu guruhlarga qarshi unumli kurash qilish uchun ularning moliya to'ri va poraxo'rlik masalalarini hal qilish kerakligini, faqat harbiy kuchga tayinishning yetarli emasligini ta'kidlagan. Hamas bilan Isroiliya o'rtasidagi asir almashtirish davomlashmoqda. Hamas G'azza rayonida urush to'xtatish va asir almashtirish kelishimi bo'yicha harakatlarni davomlashtirayotgan bo'lib, Xan Yunus shahrida ijro qilingan almashtirish jarayonida 4 isroiliyalik asirning jasadi xalqaro Qizil Kirist tashkilotiga topshirilgan. Hamasning bayoniga asoslanganda bu asirlar Isroiliya aeroplanlarining hujumlarida hayotidan ayrilgan. Kelishim bo'yicha shanba kuni yana 6 isroiliyalik asir qo'yib berildigan bo'lib, kelishimning birinchi bosqichi 42 kunga cho'zildi ekan. Bu jarayonda 1900 dan ortiq falastinlik va 33 isroiliyalik asirning qo'yib berilishi planlangan. 19 yanvardan boshlangan bu kelishim natijasida hozirgacha 1135 falastinlik tutqun Isroiliya tarafidan 19 isroiliyalik asir Hamas tarafidan qo'yib berilgan. Hürmetli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.